Qadrli madridistlar, o'sha on keldi. Men bu onning kelishini hech qachon istamagan edim. Lekin bu futbol. Hayotda hamma narsaning ibtidosi bo'lgani kabi intihosi ham bor. Men shanba kuni Bernabeuda o'zimning so'nggi o'yinimda ishtirok etaman. 2012-yilda dunyoning eng yaxshi klubining libosini kiyish umidi bilan va buyuk ishlarni amalga oshirish xohishi bilan kelgan edim. Lekin keyinchalik nimalar bo'lib ketishini hatto tasavvur ham qila olmaganman. Real Madridda o'ynash mening futbolchilik faoliyatimni va shaxsiy hayotimni umuman o'zgartirib yubordi. Tarixdagi eng yaxshi futbol klubining eng yorqin davrlaridan biriga o'z hissamni qo'shganim bilan faxrlanaman. Chin qalbimdan klubga, shu jumladan alohida klub prezidenti Florentino Perezga, jamoadoshlarimga va shu davr mobaynida menga yordam bergan hammaga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. O'tgan yillar davomida ajoyib onlarni boshdan kechirdim. Imkonsiz bo'lib ko'ringan remontadalarda, finallarda va Bernabeudagi mo'jizali kechalarda ishtirok etdim. Biz barcha sovrinlarni qo'lga kiritdik va men juda baxtiyor edim. G'alabalardan va sovrinlardan tashqari butun madridistalarning mehr-muhabbati mening qalbimda bo'lib qoladi. To'g'risi, sizlar bilan bunday o'zgacha bog'liqlikni qanday tushuntirishni ham bilmayman. Men har doim sizlar tomonidan qo'llab-quvvatlovni, hurmatni va muhabbatni his qilganman va his qilishda davom etyapman. Sizlarning har bir olqishlaringizni va ko'rsatgan hurmatingizni hech qachon unutmayman. Men to'q ko'ngil bilan sizlarni tark etyapman. Yuragim faxrga, minnatdorchilik va o'chmas xotiralar bilan to'lgan. Klublar o'rtasidagi mundialdan so'ng bu libosni kiymasam-da, men har doim madridista bo'lib qolaman. Biz yana ko'rishamiz va Real Madrid mening uyim bo'lib qolaveradi. Hurmat bilan, Luka Modric.